qaysi kalla bilan buni sotyaptilar bilmayman. Jigar. Haqiqiy noyob va legenda mashinalardan. Mana shu hozir 10 ming so'mlik dasturmol. Ana endi bu noyob changlarni artgani uchun shu dasturmolni o'zi 500 ming so'mga ko'tarildi narxi. Bunaqa holatdagi W140 larni ishoning yaqin orada ko'rmagansiz. Kimlar haydaganini etardim-u, mayli etolmayman. Bu kim agar adashib sotmasa hayotda topolmaysiz. Xohlagan joyingizdan butun dunyoni saytlaridan surishtirib ko'ring. W140 134 ming probeg va absolyutni stok holatda va absolyutni ideal holatligini narxini surishtirib ko'rasizmi deyman-da. Voydod S320 si. Hamma orzu qilgan mashina. Bitta like bosib qo'ying jigar. Elektronikasini, sidenalarni ishlashini ko'ryapsizmi? Nimasini aytsam, kim pardalarinimi, uni ham gilamlarini absolyutni sveji ideal bo'lib turganini men javob beraman. 70 ming dollarlik Lilada oshga borasiz-ku. Lida keldingmi deyishligi mumkin. Lekin bu holatdagi W140 da lubo joyga borasiz, lubo odam tomiga yetib qoladi. Qattan topding bunaqa mashinani deydi. Shu darajada karilla olmayman buni holatini ko'rib. Lekin ishonay, bitta like bosib qo'yib, srochniy yaqinlaringizga tarqatib tashlang, srochniy. Shu mashinani agar orzu qilib turib, hozir endi kuchayib ketgansiz, pulingiz yetib turib, sotib olmasangiz, sotuvdan topa olmaysiz. BYD olganim yaxshi yoki Captiva olganim yaxshi deydiganlar ham topiladi. Lekin ularni topsa bo'ladi sotiladigan. Bunaqa holatdagi yo'q. Absolyutni stok va absolyutni top-toza mamnun ko'ryapsizmi? Zavod kraska majnun qoldim. Qanaqa qilib asrashgan bu mashinani 20 mingga bosib olsangiz bo'ladi. Shunga o'xshashini qo'ygan edik. 19 mingga birpasda sotilgan edi. Undan ham ideal holatda ekan. Bitta krilloda bilasiz, bayrot qaragan teshigi bor. Mana shu joyini to'g'irlab yuborilgan ekan. Mana shu ikkita krilloda kraska tegan joy bor deyaptilar. Absolyutni top-toza stok. Bosib olinglar.